Assalomu alaykum qadrli Farrosh hikoyalari kanali tinglovchilari. Birgina eski mato bilan direktor stolini artayotgan qiz butun bir maktab taqdirini o'zgartirib yuborishini kim ham tasavvur qilardi. Ammo ba'zan eng katta haqiqatlarni mansabdorlar emas, ko'zga ko'rinmay yuradigan odamlar topadi. Va ba'zan millionlab pullar yo'qolganini hisobchilar emas, bozorda tarozi yonida ulg'aygan yetim qiz payqab qoladi. Mening ismim Mohinur edi. Lekin bu hikoya mening ismim haqida emas. Bu hikoya odamning qanchalik yolg'iz bo'lmasin, bir kun kelib o'z taqdirini o'zgartira olishi haqida. Men bolaligimdan baxt degan narsani uzoqdan tomosha qilganman. Xuddi oynaning narigi tomonidagi yorug' dunyoga qarab turgan odam kabi. Baxt men uchun har kuni ertalab onasining ovoziga uyg'onadigan bolalar edi. Maktabdan qaytganda issiq ovqat hidi kelib turadigan uy edi. Kechasi kasal bo'lib qolsa, peshonasiga qo'l qo'yadigan ona edi. Menda esa bularning hech biri qolmagan edi. Otam men 6 yoshimda qurilishdagi baxtsiz hodisada vafot etdi. Onam esa men 12 yoshga to'lgan yilning qishida og'ir kasallikdan ko'z yumdi. O'sha qish hanuzgacha yodimda. Qor yog'ayotgan edi. Qorong'i osmondan tushayotgan oppoq parchalarga qarab turib, odamning hayoti ham shunday erib ketishi mumkinligini birinchi marta tushunganman. Onamning janozasi tugagach, qarindoshlar birin-ketin tarqala boshladi. Hamma o'z uyiga qaytdi. Faqat men qaytadigan uy qolmagan edi. O'sha kuni xolam Saodat meni qo'limdan ushlab mashinaga o'tkazdi. Men yig'lamadim. Ko'z yoshlarim ham muzlab qolgandek edi. Ichimda qandaydir bo'shliq paydo bo'lgandi. Xuddi yuragimning bir bo'lagi sug'urib olingandek. Saodat xolaning uyi katta edi. 2 qavatli, keng hovli, yangi mebellar, chiroyli pardalar. Ammo men u yerga mehmon sifatida emas, ortiqcha yuk sifatida kirib kelganimni birinchi kundanoq sezdim. Xolam yomon odam emasdi. Lekin meni o'z farzandidek yaxshi ko'ra olmasdi. Buni men uning har bir nigohidan sezardim. Uning 2 o'g'li va 1 qizi bor edi. Eng yaxshi xonalar ularga tegishli edi. Menga esa omborxona yonidagi tor va qorong'i xona berildi. Derazasi yo'q edi. Faqat shiftga yaqin joyda kichkina teshik bor edi. Kechalari o'sha teshikdan osmonga qarardim. Yulduzlarni tomosha qilardim. Ba'zan esa sekin pichirlardim. Oyi, siz meni eshityapsizmi? Men yaxshi qiz bo'lishga harakat qilyapman. Javob kelmasdi. Faqat sovuq shamol kirardi. Men esa yostiqqa yuzimni bosib uxlab qolardim. Yillar o'ta boshladi. Xolamning uyida yashash oson emasdi. Ular meni urishmasdi. Och qoldirishmasdi. Ammo odamni ba'zan ochlik emas, mehrning yo'qligi qiynaydi. Bayramlarda yangi kiyimlar olinardi. Menga esa eski kiyimlar berilardi. Dasturxonda eng yaxshi joylar ularniki edi. Men esa chekkada o'tirardim. Mehmonlar kelganda meni deyarli hech kim eslamasdi. Men asta-sekin ko'zga tashlanmaslikni o'rgandim. Shovqin qilmaslikni o'rgandim. Odamlarning kayfiyatini yuzidan o'qishni o'rgandim. Va eng muhimi, kuzatishni o'rgandim. Maktab esa mening yagona panohim edi. U yerda meni hech kim yetim deb chaqirmasdi. Hech kim ortiqcha yuk deb qaramasdi. Men darslarga sho'ng'ib ketardim. Kitoblar orasida yashardim. Tarix o'qisam qadimgi saltanatlarda yurardim. Adabiyot o'qisam boshqa hayotlarga kirib ketardim. Matematika esa menga alohida yoqardi. Raqamlar hech qachon yolg'on gapirmaydi. Inson aldaydi. Nigoh aldaydi. Va'dalar aldaydi. Ammo raqamlar aldamaydi. Shu sababli men ularni yaxshi ko'rardim. O'qituvchilarim meni maqtashardi. Kelajaging porloq derdi ular. Lekin kambag'al odamning iste'dodi ham ba'zan pulga yengiladi. Maktabni bitirgan yili universitetga kirishni orzu qilgandim. Hujjatlarimni tayyorlab qo'ygandim. Ammo bir kuni kechqurun xolam meni yoniga chaqirdi. Uning yuzidagi ifodani ko'riboq nima demoqchi ekanini sezdim. Mohinur, dedi u. Biz seni tushunamiz. Lekin universitet uchun pulimiz yo'q. Avval o'z oyoqqa turib ol. Keyin o'qiysan. Men bosh irg'adim.
Xolos. Bahslashmadim. Yig'lamadim. Chunki ayrim javoblarni odam oldindan biladi. O'sha kecha tomga chiqib uzoq o'tirdim. Osmonga qaradim. Va hayotimning birinchi katta orzusi qanday so'nib borayotganini his qildim. Ertasi kundan ish qidira boshladim. Avval bozorda ishladim. Ertalab soat 5 da turardim. Sovuqda meva-sabzavot tashirdim. Xaridorlarga mahsulot tortardim. Kun bo'yi oyoqda yurardim. Keyin matolar do'koniga ishga kirdim. U yerda odamlarni kuzatishni yanada ko'proq o'rgandim. Kimdir qimmat mato sotib olar ekan, narxiga qaramasdi. Kimdir esa 100 so'm uchun yarim soat savdolashardi. Odamlar turlicha edi. Ammo pul hammaga kerak edi. Men har oy maoshimdan oz-ozdan yig'ardim. Tunda eski daftarimni ochib hisob-kitob qilardim. Necha oyda mustaqil yashashim mumkinligini hisoblar edim. Har bir 1000 so'm men uchun ozodlikka qo'yilgan yana bir qadam edi. Nihoyat 23 yoshimga kirgan yilimda qaror qildim. Ketaman. O'zim yashayman. O'sha tongni hech qachon unutmayman. Kichkina sumkamga 2 dona ko'ylak, bir juft oyoq kiyim, onamning eski surati va bir necha 100 ming so'mni soldim. Xolam eshik oldida turardi. U menga qaradi. Men unga qaradim. Uning ko'zlarida afsus ham bor edi. Yengillik ham. Ketayotganimni bilardi. Men ham bilardim. Xayrlashdik. Va men ortimga qaramasdan chiqib ketdim. O'sha kuni Toshkentning sovuq ko'chalarida yolg'iz yurarkanman. Qo'limdagi sumka og'ir edi. Ammo yuragim yengil edi. Chunki birinchi marta hayotim faqat o'zimga tegishli bo'layotgandi. Oldinda nima kutayotganini bilmasdim. Ammo bitta narsani aniq bilardim. Endi hech kim mening taqdirimni men uchun tanlamaydi. Men o'sha kuni ko'chada uzoq yurdim. Qayerga borishni ham aniq bilmasdim. Faqat bitta maqsad bor edi. Endi ortga qaytmaslik. Inson ba'zan qo'lida juda oz narsa bilan katta yo'lga chiqadi. Lekin uning ichidagi ozodlik hissi butun dunyodan qimmat bo'ladi. Men ham shunday edim. Bir necha kun tanish-bilishlar tavsiya qilgan arzon ijaralarni ko'rdim. Kimningdir hovlisidagi tor kulba, kimningdir eski omboridan aylantirilgan xona. Ba'zilarining tomidan suv o'tar edi. Ba'zilarida esa qishda yashashning o'zi azob edi. Oxiri shaharning chekkasida joylashgan eski 5 qavatli uyda bitta xona topdim. Uy egasi kampir edi. Uning ko'zlarida qandaydir mehr bor edi. Meni bir ko'rishda yoqtirib qolgandek tuyuldi. Xonaga kirganimda devorlarning zax hidi dimog'imga urildi. Shiftda eski dog'lar bor edi. Kran esa tinmay tomchilardi. Ammo men shu xonaga qarab kulib yubordim. Chunki bu mening joyim edi. Birinchi marta hayotimda faqat menga tegishli bo'lgan joy. O'sha kecha polga yozilgan eski gilam ustida o'tirib uzoq yig'ladim. Bu safar og'riqdan emas, yengillikdan. Nihoyat hech kimning yukidek yashamayotganimdan. Ertasi kuni ish qidirishni boshladim. O'zimga ish topish oson bo'ladi deb o'ylagandim. Axir ishlashdan qo'rqmasdim. Har qanday mehnatga tayyor edim. Ammo hayot boshqa rejalari borligini tez ko'rsatdi. Birinchi korxonada tajribangiz yetarli emas deyishdi. Ikkinchi joyda diplomingiz yo'q ekan deyishdi. Uchinchi joyda esa kulib turib sizga qo'ng'iroq qilamiz deyishdi. Men esa o'sha qo'ng'iroq hech qachon bo'lmasligini ularning yuzidan bilib turardim. Haftalar o'tdi. Pulim kamayib bordi. Har kuni daftarimni ochib xarajatlarni hisoblar edim. Non, choy, ijara, elektr. Har bir raqam yuragimga bosim qilardi. Ba'zi kechalari qorong'i xonada shiftga qarab yotardim. Va ichimdagi qo'rquv asta-sekin kattalashardi. Agar ish topolmasam-chi? Agar pul tugab qolsa-chi? Agar yana kimningdir uyiga qaram bo'lib qaytishga majbur bo'lsam-chi? Shunday kunlarning birida eski tanishlardan biri menga qo'ng'iroq qildi. "Mohinur", dedi u. "Bir maktabga tozalik xodimi kerak ekan. Qiziqasizmi?" Men bir necha soniya jim qoldim. Ichimdagi g'urur darhol qarshilik ko'rsatdi.
Maktabni a'lo baholarga bitirgan qiz. Kitoblarni sevgan qiz. Endi farrosh bo'lib ishlaydimi? Ammo boshqa bir ovoz undan kuchliroq edi. Odam avval tirik qolish kerak. Keyin orzu qiladi. Men rozilik berdim. Ertasi kuni Yangi Ufqlar nomli xususiy maktab darvozasi oldida turardim. Bino uzoqdan ham ko'rkam ko'rinardi. Oqartirilgan devorlar, keng hovli, yangi oynalar, darvoza yonida gullar ekilgan edi. O'quvchilar kulib yugurib yurishardi. Men ularni kuzatib turib yuragimda nimadir qimirlaganini his qildim. Bir vaqtlar men ham shunday yugurardim. Orzularim katta edi. Hayot esa undan ham kattaroq ekan. Ichkarida meni tozalik bo'limi boshlig'i Zuhra opa kutib oldi. U 50 yoshlardagi baquvvat ayol edi. Nigohi o'tkir, ovozi qat'iy. U meni boshdan oyoq kuzatdi. Ish og'ir, dedi u. Ertalab juda erta kelasan. Kechqurun charchab ketasan. Uddalaysanmi? Men uning ko'zlariga tik qaradim. Uddalayman, dedim. U yana bir necha soniya qarab turdi. So'ng sekin bosh irg'adi. Ertadan boshlaysan. Men ishga qabul qilinganimda quvonib ketmadim. Lekin ichimdagi xavotirning bir qismi yo'qolgandi. Chunki endi hech bo'lmaganda ijarani to'lashim mumkin edi. Birinchi ish kunim tongi soat 6 da boshlandi. Havo hali qorong'i edi. Ko'chalarda odam kam. Men maktabga kirganimda faqat qorovul va bir nechta xodimlar bor edi. Qo'limga chelak va lattani oldim va ish boshladim. Yo'laklar, sinfxonalar, zinapoyalar, hojatxonalar. Hammasini tozalash kerak edi. Bir necha kundan keyin oyoqlarim og'riqdan yonib ketadigan bo'ldi. Qo'llarim qavarib chiqdi. Kechqurun uyga qaytgach ba'zan ovqat qilishga ham kuchim qolmasdi. Ammo shunga qaramay ichimda bir umid yashardi. Bu vaqtinchalik. Bu mening yakuniy manzilim emas. Men hali ko'proq narsaga qodirman. Bir kuni ertalab direktor xonasini tozalash vazifasi menga topshirildi. Men ilk marta o'sha xonaga kirganimda beixtiyor to'xtab qoldim. Katta xona edi. Keng derazalar orqali tong quyoshi ichkariga oqib kirardi. Pol ustida oltin rang yo'laklar hosil qilardi. Devorlarda faxriy yorliqlar osilgan edi. Turli musobaqalarda g'olib bo'lgan o'quvchilarning suratlari qator tizilgan edi. Xonaning markazida esa katta yog'och stol turardi. Tartibli, salobatli va negadir sirli. Maktab direktori Kamoliddin Rahmonov haqida ko'p gap eshitgandim. Kimdir uni kuchli rahbar derdi. Kimdir qattiqqo'l derdi. Lekin men bunga qiziqmasdim. Chunki u direktor edi. Men esa oddiy tozalik xodimi. Bizning dunyolarimiz bir-biridan juda uzoq edi. Yoki men shunday deb o'ylardim. Har kuni ertalab uning xonasini tozalardim. Stolni artardim. Javonlarni changdan tozalardim. Derazalarni yaltiratardim. Ba'zan quyosh nurlari ichida bir lahza to'xtab qolardim va o'zimga savol berardim. Agar hayot boshqacha bo'lganida men ham shu xonada ishlarmidim? Balki o'qituvchi bo'larmidim? Balki hisobchi? Balki direktorning o'zi? Keyin kulib qo'yardim. Chunki bunday orzular endi juda uzoq tuyulardi. Ammo taqdir menga allaqachon boshqa rejani tayyorlab qo'yganini bilmasdim. O'sha reja bir kuni ertalab direktor stolidagi oddiy qog'ozdan boshlanishini esa tasavvur ham qilolmasdim. O'sha tong boshqalardan farq qilmagandek boshlangan edi. Men odatdagidek soat 6 dan oldin maktabga kelganman. Hovlida hali hech kim yo'q edi. Daraxtlarning shoxlarida qolgan tong shabadasi asta tebranardi. Uzoqda qorovulning radiosidan past ovozda eski qo'shiq eshitilib turardi. Men chelagimni olib direktor xonasiga yo'l oldim. Odatdagi ish, odatdagi kun, odatdagi hayot. Ammo ba'zan insonning butun taqdirini o'zgartirib yuboradigan voqea eng oddiy lahzada boshlanadi. Men eshikni ochib ichkariga kirdim. Stol ustida bir nechta papka va qog'ozlar yotardi. Chamasi direktor kechgacha ishlagan bo'lsa kerak. Men changlarni artishni boshladim.
Hammasi odatdagidek ketayotgan edi. Keyin qo'lim tasodifan papkalardan biriga tegib ketdi. Bir nechta hujjat stol ustidan sirg'anib polga tushdi. Men darhol egilib ularni yig'a boshladim. Va aynan o'sha paytda ko'zim bir raqamga tushdi. Oddiy raqam. Ammo negadir miyam unga yopishib qoldi. Men qog'ozni qayta ko'rdim. Keyin ikkinchi raqamga qaradim. So'ng yana biriga. Yuragim sekinroq ura boshladi. Yo'q. Bu yerda nimadir noto'g'ri edi. Men moliyachi emasdim. Hisobchi ham emasdim. Lekin bozorda ishlagan yillarim davomida pul bilan bog'liq xatolarni uzoqdan sezishni o'rganib qolgan edim. Ayniqsa katta summalarda. Hujjatda maktabning ayrim xarajatlari ko'rsatilgan edi. Pastki qismida esa umumiy yig'indi turardi. Men bir necha soniya ichida hisoblab ko'rdim. Raqamlar mos kelmasdi. Farq juda katta edi. Juda katta. Men qog'ozni joyiga qo'yib yubordim. Go'yo qo'limni issiq temir kuydirgandek. Yo'q. Balki noto'g'ri tushungandirman. Balki boshqa sahifalar ham bordir. Balki men adashyapman. Men shu fikr bilan xonadan chiqdim. Lekin o'sha raqamlar kun bo'yi miyamdan ketmadi. O'quvchilar yo'laklarda yugurardi. O'qituvchilar darsga kirib chiqardi. Men esa lattamni siqayotganimda ham o'sha sonlarni o'ylardim. Kechqurun uyga qaytdim. Choy damladim. Ammo ta'mini sezmadim. Shiftga qarab yotdim. Ammo uxlay olmadim. Ko'zlarim yumilgan bo'lsa ham o'sha raqamlar oldimda aylanardi. Nihoyat yarim tunda o'rnimdan turdim. Stol yoniga o'tirdim. Qog'oz va ruchka oldim. Esimda qolgan sonlarni yozdim. Hisobladim. Yana hisobladim. Yana. Har safar bir xil natija chiqardi. Farq juda katta edi. Ertasi kuni direktor xonasiga kirganimda yuragim tez urardi. Stol ustida yana o'sha hujjatlar yotardi. Men ularga qaramaslikka harakat qildim. Ammo ko'zlarim o'z-o'zidan o'sha tomonga ketdi. Bu safar diqqat bilan qaradim. Xarajatlar ro'yxati. Ta'mirlash ishlari. Kompyuterlar xaridi. O'quv qurollari. Va yana umumiy hisob. Bir necha daqiqadan keyin shubham yanada kuchaydi. Chunki ayrim xarajatlar 2 marta kiritilganga o'xshardi. Bir xil ish. 2 xil yozuv. Bir xil summa. 2 marotaba hisoblangan. Men beixtiyor nafasimni ichimga yutdim. Endi bu oddiy xato bo'lib tuyulmayotgandi. Lekin men kim edim? Oddiy tozalik xodimi. Agar birovga aytsam kulib qo'yishi mumkin edi. Hatto meni ishdan bo'shatishlari ham mumkin edi. Shu sabab indamadim. Ammo kuzatishni boshladim. Keyingi kunlarda men hujjatlarga ko'zim tushgan paytda ayrim ma'lumotlarni yodlab qolardim. Kechqurun esa uyga qaytib daftarimga yozardim. Sana, summa, xarajat turi. Hammasini. Oradan bir hafta o'tdi. Va men dahshatli narsani payqadim. Hujjatlarda maktab uchun 28 ta yangi kompyuter xarid qilingani ko'rsatilgan edi. Men esa har kuni barcha sinfxonalarni tozalardim. Kompyuterlar sonini juda yaxshi bilardim. Ular 28 ta emasdi. Hatto 20 taga ham yetmasdi. O'sha kuni qo'llarim muzlab ketdi. Endi bu shunchaki xato emasdi. Kimdir yolg'on yozayotgandi. Kimdir katta pullarni yashirayotgandi. Kimdir bolalar uchun ajratilgan mablag'larni o'zlashtirayotgandi. Men yo'lakka chiqib devorga suyandim. Yuragim qattiq urardi. Xuddi yana o'sha eski qo'rquv qaytgandek. Yetimxonadagi sovuq tunlar. Xolamning uyidagi yolg'izlik. Ishsiz qolish qo'rquvi. Hammasi birdan uyg'ondi. Ichimdagi bir ovoz menga indama derdi. Bu sening ishing emas. Boshqa ovoz esa tinmasdi. Agar sen ham indamasang-chi? Agar bu pullar bolalarning kelajagi bo'lsa-chi? Men butun kun ikkala ovoz orasida yurib chiqdim. Kechqurun esa yana daftarimni ochdim. Va bir qarorga keldim. Hozircha hech kimga aytmayman. Avval ishonch hosil qilaman. Dalillar yig'aman. Chunki haqiqat qanchalik kuchli bo'lmasin,
Uni isbotlay olmasang hech kim ishonmaydi. O'sha kecha men ilk marta direktor Kamoliddin Rahmonov haqida boshqacha o'ylay boshladim. Avvallari u men uchun shunchaki rahbar edi. Endi esa uning ortida qandaydir qorong'i sir yashiringandek tuyulardi. Va men hali bu sir meni qanchalik uzoqqa olib borishini bilmasdim. Keyingi haftalar davomida men ikki xil hayot bilan yashay boshladim. Birinchi hayot hammaga ko'rinadigan hayot edi. Ertalab maktabga kelaman. Yo'laklarni artaman. Sinfxonalarni tozalayman. O'qituvchilarga salom beraman. Kechqurun uyga qaytaman. Hammasi oddiy. Hammasi odatdagidek. Ikkinchi hayot esa faqat menga tegishli edi. Kuzatish, eslab qolish, taqqoslash, hisoblash va eng muhimi, jim turish. Men asta-sekin tushunib borardimki, ko'zga ko'rinmaydigan odam bo'lishning ham afzalligi bor ekan. Odamlar farroshning oldida ehtiyot bo'lishmaydi. Ularni go'yo mebelning bir qismi deb hisoblashadi. Gaplarini yashirishmaydi. E'tibor ham berishmaydi. Shu sabab men ko'p narsalarni eshita boshladim. Ko'p narsalarni ko'ra boshladim. Bir kuni ertalab direktor xonasini tozalayotganimda eshik yarim ochiq qoldi. Men stol yonidagi javonni artayotgan edim. Shu payt tashqaridan ikki erkakning ovozi eshitildi. Ulardan biri direktor Kamoliddin Rahmonov edi. Ikkinchisining ovozini esa tanimadim. Gap pul haqida ketayotganga o'xshardi. Men ataylab tinglamadim. Lekin ayrim so'zlar qulog'imga urildi. Hisobot, o'tkazma, yanvar, hujjatlarni tayyorla. Men bir lahza qotib qoldim. Keyin ishni davom ettirdim. Ammo ichimdagi shubha yanada kuchaydi. Oradan yana bir necha kun o'tdi. Bir kuni tushlik vaqtida hisobchi ayolni kuzatib qoldim. Uning ismi Dilorom Sobirova edi. 30 yoshlarning oxiri. Har doim qimmat kiyimlarda yurardi. Har kuni boshqa sumka. Har kuni boshqa taqinchoq. Bir qarashda muvaffaqiyatli ayol. Ammo men bitta narsani tushunmasdim. Oddiy maktab hisobchisining maoshi bilan bunday hayot kechirish qiyin edi. Juda qiyin. O'sha kuni u direktor xonasidan chiqib kelayotganida qo'lidagi papka tasodifan yerga tushib ketdi. Men yaqinroq edim. Darhol yordam berish uchun egildim. U esa kutilmaganda asabiylashib ketdi. "Qo'ymang", dedi keskin ohangda. Men hayron bo'lib qo'llarimni tortdim. U papkalarni tez yig'ib oldi. So'ng o'zini bosib, "Rahmat. Hammasi joyida", dedi. Lekin uning ko'zlaridagi qo'rquvni ko'rdim. O'sha lahzada bir narsani tushundim. U nimadandir xavotir olayotgandi. Va bu xavotir oddiy papka tufayli emasdi. O'sha kecha yana uyga qaytib hisob-kitoblarimni tekshirdim. Endi daftarimdagi yozuvlar ko'payib borayotgandi. Ayrim summalar bir-biriga juda o'xshardi. Ayrim xarajatlar esa umuman mantiqsiz edi. Men hammasini alohida belgilab chiqardim. So'ng birdan xayolimga bir fikr keldi. Agar men noto'g'ri bo'lsam-chi? Agar bularning hammasi oddiy tushunmovchilik bo'lsa-chi? Agar men begunoh odamlarni ayblayotgan bo'lsam-chi? Shu fikr meni bir necha kun qiynadi. Chunki men hech qachon birovga tuhmat qilishni istamasdim. Ayniqsa hayot meni qanchalik qiynamasin, vijdonimni yo'qotishni xohlamasdim. Ammo taqdir yana bir ishora berdi. Bir kuni direktor xonasini tozalayotganimda stol ustida yangi hisobot qoldirilgan edi. Men qaramaslikka harakat qildim. Lekin ko'zim yana o'sha tanish ustunlarga tushdi. Va bu safar xatoni topish uchun bir necha soniya kifoya qildi. Chunki o'sha summa bir oy oldingi hujjatda ham aynan shu ko'rinishda yozilgan edi. Men uni daftarimga yozib qo'ygandim. Hozir esa o'sha xarajat yana qayta kiritilgan edi. Men qog'ozga tikilib qoldim. Endi shubha deyarli qolmagandi. Kimdir pulni 2 marta ko'rsatib hisobotni sun'iy ravishda kattalashtirayotgandi. Men o'sha kuni kechqurun uyga qaytgach deraza oldida uzoq o'tirdim. Tashqarida yomg'ir yog'ardi. Tomchilarning oynaga urilishi xuddi vaqtning o'tishini eslatardi. Men onamning eski suratini qo'limga oldim. Surat allaqachon sarg'ayib ketgan edi.
Ammo uning tabassumi hanuz o'sha edi. Oyi, dedim ichimda. Agar siz bo'lganingizda nima qilardingiz? Javob bo'lmadi. Lekin yuragimda nimadir uyg'ondi. Men bolaligimda onam menga bir gapni ko'p aytardi. Mohinur, derdi u. Odamning boyligi pul emas. Vijdon. Agar vijdoning pok bo'lsa, bir kun albatta boshingni tik ko'tarib yurasan. Men o'sha so'zlarni esladim. Va shu kecha qaror qildim. Endi ortga qaytmayman. Haqiqatning tagiga yetaman. Qancha vaqt ketsa ham, qancha xavf bo'lsa ham. Chunki bu endi faqat pul haqida emasdi. Bu bolalar haqida edi. Bu adolat haqida edi. Va eng muhimi, bu mening o'zimni hurmat qilishim haqida edi. Ammo men hali oldinda meni kutayotgan sinovlar qanchalik og'ir bo'lishini tasavvur ham qilmasdim. Chunki oradan ko'p o'tmay maktabdagi yagona odam mening gapimni tinglashga tayyor bo'lardi. Va aynan o'sha uchrashuv butun voqealar zanjirini boshlab yuborardi. Oradan 3 kun o'tdi. 3 kun davomida men ichimdagi qarorni hech kimga bildirmadim. Tashqaridan qaraganda hamon o'sha oddiy tozalik xodimi edim. Qo'limda latta, yelkamda chelak. Yo'laklarda sekin yuradigan, ko'pchilik hatto ismini ham bilmaydigan qiz. Ammo ichkarida nimadir o'zgargan edi. Men endi shunchaki kuzatayotgan emasdim. Men haqiqatga yaqinlashayotgan edim. Va bu yo'l meni qo'rqitayotgan bo'lsa ham, ortga qaytishni istamasdim. O'sha kunlardan birida matematika o'qituvchisi Nargiza opa bilan yana to'qnash keldim. U maktabdagi eng hurmatli ustozlardan biri edi. Oqartirib ketgan sochlari, doim tartibli kiyimi va sokin ovozi bilan boshqalardan ajralib turardi. Eng qizig'i, u maktabdagi kam sonli insonlardan biri edi, meni haqiqatan ham ko'radigan insonlardan. Ko'pchilik yonimdan o'tib ketardi. U esa har safar salom berardi. Hol-ahvol so'rardi. Bir kuni hatto sinfxonasini tozalab bo'layotganimda to'xtab, "Rahmat, Mohinur. Sinf har doim ozoda bo'ladi", degan edi. O'sha oddiy gap meni bir hafta quvontirib yurgan. Chunki inson ba'zan maqtov uchun emas, shunchaki ko'rilishi uchun sog'inadi. O'sha kuni tushlikdan keyin uning sinfxonasiga kirdim. U yolg'iz edi. Daftarlarni tekshirib o'tirardi. Men eshik oldida bir necha soniya turib qoldim. Yuragim tez ura boshladi. Balki aytmasligim kerakdir. Balki bu xato bo'lar. Balki u ham menga ishonmas. Ammo ichimdagi og'irlik tobora kattalashib borayotgandi. Nargiza opa boshini ko'tardi. Meni ko'rib jilmaydi. "Nimadir bo'ldimi, qizim?" dedi u. "Qizim." Shu birgina so'z yuragimni titratib yubordi. Onam vafot etganidan beri hech kim menga bunday murojaat qilmagan edi. Men asta ichkariga kirdim. "O'tirishim mumkinmi?" dedim. "Albatta", dedi u. Men qarshisidagi stulga o'tirdim. Qo'llarim muzlab ketgandi. Bir necha soniya gap boshlay olmadim. U esa shoshirmadi. Faqat kutdi. Va shu kutish menga kuch berdi. Nihoyat hammasini aytdim. Birinchi hujjatdan boshlab, raqamlardan, hisoblardan, shubhalardan, daftarimdagi yozuvlardan. Hammasini. Men gapirayotganimda u bir marta ham bo'lmadi demadi. Bir marta ham ishonmadi degan nigoh tashlamadi. Oxirigacha tingladi. Men tugatganimda sinfxonada uzoq sukut cho'kdi. Tashqaridan bolalarning kulgisi eshitilib turardi. Kimdir koridorda yugurib o'tdi. Hayot davom etayotgandi. Ammo men uchun o'sha lahza juda muhim edi. Nihoyat Nargiza opa ko'zoynagini yechdi. Sekin artdi va menga qaradi. "Mohinur", dedi u. "Sen bu narsalarni yozib boryapsanmi?" "Ha, hammasi daftarimda bor." U bosh irg'adi. "Juda yaxshi. Endi meni diqqat bilan eshit." Men oldinga engashdim. Yuragim yana tez ura boshladi. "Agar sen haq bo'lsang", dedi u. "Bu juda katta masala. Juda katta. Va sen yolg'iz harakat qilmasliging kerak.
Men jim qoldim. Chunki aynan shu gapni eshitishga muhtoj edim. Yolg'iz emasligimni bilishga muhtoj edim. Nargiza opa davom etdi. Men bir odamni bilaman. Eski tanishim. U viloyat ta'lim nazorati tizimida ishlaydi. Halol odam. Ammo unga murojaat qilishdan oldin biz yanada ko'proq ma'lumot yig'ishimiz kerak. Men darhol bosh irg'adim. Ichimda qandaydir umid paydo bo'ldi. Birinchi marta bu yukni yolg'iz ko'tarayotganimni his qilmayotgandim. Ammo shu bilan birga qo'rquv ham kuchaydi. Chunki endi hammasi jiddiylashayotgan edi. O'sha kuni sinfdan chiqayotganimda Nargiza opa meni to'xtatdi. "Mohinur", dedi sekin. "Ehtiyot bo'l." Men burilib qaradim. U davom etdi. "Ba'zan haqiqatni topish qiyin emas. Uni aytish qiyin." Men bu gapning ma'nosini o'sha zahoti tushunmagandim. Lekin oradan ko'p o'tmay uning naqadar to'g'ri ekanini anglab yetardim. Chunki aynan ertasi kuni men direktor xonasida shunday bir narsani ko'rib qolardimki, endi ortga qaytishning iloji qolmasdi. Ertasi kuni ertalab maktabga odatdagidan ham erta keldim. Tashqarida havo sovuq edi. Daraxtlarning yalang'och shoxlari orasidan shamol xushtak chalib o'tardi. Ammo ichimdagi bezoftalik bundan ham sovuqroq edi. Nargiza opaning gaplari tun bo'yi qulog'imda jaranglab chiqdi. Ba'zan haqiqatni topish qiyin emas. Uni aytish qiyin. Men maktab darvozasidan kirayotganimda negadir